Assalomu alaykum, hurmatli opalar, singillar. Haligacha gel parashoklarga, suyuq parashoklarga ishonmaydigan toifa opalarimiz bor ekan. Opalar, singillar, sizlarga shu narsani aytib o'tmoqchimanki, bu gel parashoklar hozirgi oddiy parashoklarga nisbatan ancha zararsiz kir mashinangizga qo'rqmasdan olib ishlatsangiz bo'ladi. Qo'rqmang. Endi do'stlar, buni hisoblaydigan bo'lsak, oddiy parashoklaringiz 3 kilosi eng arzonlari qancha turadi? 50 mingdan oshiq turadi deylik. 50 ming so'm eng arzonlari. Ularda kir yuvsangiz 20 ta stirkaga yetadi sizga primerni. Lekin 2,5 ming so'mdan tushadi sizga bitta kir yuvishingiz. Agar kapsula olaman desangiz, yaxshi kapsulangiz 4 ming so'm. Yoki bo'lmasam 3 tasi 10 ming so'm, 3300 so'mdan tushadi sizga bitta kir yuvishingiz. Endi do'stlar, mana gelda oladigan bo'lsak, 733 so'mdan tushadi. Atiga 733 so'mdan tushadi sizga bitta kir yuvishingiz. O'rtoqlar, eng yuqori sifatdagi parashoklarimiz 80 ming so'm turadi. 80 ming so'm, hidi zo'ri 90 ming so'm. Bularga kafolat beramiz. Bularni biz aytmaymiz nemetskiy savmesni deb. Bular lekin nemetskiy texnologiyada, nemetskiy siryoda chiqariladi do'stlar. Juda sifatiga zo'r sifati, lekin sifatiga kafolat beramiz. Kelib qoling, olib qoling.